Assalomu alaykum obunachilar. Tuzukmisizlar? Qo'yni ham yemlayapmiz mana. Ukam kelib qoldi, qo'lga tushirib oldi yana. Yemni rosa tayyorlayotgan vaziyatimda keldi. Xo'p, 16 tali bitta qo'rada 13 tali qo'chqarimiz bor, yem berayotganmiz. Shunga kunjara, kepak, makka zog'ora, bug'doyni unini aralashtirib qo'yilgan, chuluqlar bilan. Endi mash paqirga, mash idishda, mash rastor idishda 5 ta shunday bug'doyni solib, qaynoq suvni quyib qo'ysa, ana bir paqir bo'lib qoladi. Bir paqir bu. Ha. Bir paqir bo'lib uygandan keyin mana bunga to'kib olib, chiroyli qilib mana tog'oraga. Erinish kerak yo'q bunga. Yurakdan chiqilsa bo'ldi. Zo'r bo'ladi mana. Uyganda shunday qilsalarim, nariga yemlar ham nam tortib zo'r bo'lib qoladi, qo'ylar yo'talmaydi. Bundoqa kirib olib pish qilib bundoqa qilib yo'talavermaydi-da, chiroyli bo'ladi. Juda akkuratni ish bo'ladi. Ha. Xullas, yeyishga qulay, yashab berishda bo'ldi qo'ylar semirib. Boshqa hamma ishni qilib beramiz. Mana kerak. Mana mana qarang, mana. Aralashmani zo'r bo'lib qolganini, uka. Mashalloh. Bug'doyda nima? Qo'ylar ham maza qilib beradi-da buni yesa. Kepak ko'taveradi. Ha?